Shu onda u sekin qo'limdan ushlab, idishni olib yon tomonga qo'ydi. Qo'li shunchalik issiq ediki, yuragim beixtiyor hapriqib urdi. Qo'llarimiz orasidagi o'sha bir lahza g'oyat uzun va ta'sirli tuyuldi. Faqat birdan qo'lini sekinlik bilan sochimning uchiga tekkizdi. Sochimni asta silaganda yuragim qattiq ura boshladi, yuzim lovillab qizardi. Dugonam bilan ko'p yillik sirdosh edim. U bilan deyarli har kuni ko'rishardik, bir-birimizga hamma gapimizni aytardik. Ko'pincha ularni uyga ham chiqib turardim. Ularning hovlisi keng, havosi tiniq, darvozasi ochilganda darrov ko'zga tashlanadigan katta daraxt, gulzor va hovuzchasi meni o'ziga tortib turardi. Bir kuni yana ularning uyiga bordim. Dugonam uyida telefonda band bo'lib qoldi, men esa hovlida o'zimcha aylanib yurdim. Shu payt og'ir va salmoqli qadam tovushlari eshitildi. Qadam tovushidayoq kimligini bildim. Bu dugonamning otasi Xayrulla aka edi. U kishi sal yoshi o'tib qolgan bo'lsa ham, gavdali, kelishgan, beli rost, yuzi sal jilmayib turadigan odam edi. Ko'zlari jiddiy, qo'llari katta va kuchli ko'rinardi. Har qadamida bir salmoq, har qarashida bir qudrat sezilardi. "Qizim", dedi u sokin ovozda, qo'limdagi idishni ko'rib. "Buncha og'irni nega ko'taryapsan?" Men hijolat bo'lib jilmaydim. Shu onda u sekin qo'limdan ushlab, idishni olib yon tomonga qo'ydi. Qo'li shunchalik issiq ediki, yuragim beixtiyor hapriqib urdi. Qo'llarimiz orasidagi o'sha bir lahza g'oyat uzun va ta'sirli tuyuldi. Xayrulla aka ko'zlarimga qaradi, ammo hech narsa demadi. Faqat birdan qo'lini sekinlik bilan sochimning uchiga tekkizdi. Sochimni asta silaganida yuragim qattiq ura boshladi, yuzim lovillab qizardi. "Sen ham katta bo'libsan-ku", dedi u past, sokin ovozda. Men esa nima deyishni bilmay qoldim. O'sha paytda dugonam xonadan chiqib qoldi. Shunda u qo'lini orqaga tortdi. Ammo uning nigohi, qo'limda qolgan issiqlik o'sha kunyoq yuragimda iz qoldirdi. Shundan keyin ularning uyiga borganimda o'zimni galati his qila boshladim. Har safar uning salmoqli qadamlari eshitilganda yuragim hapriqib ketar, ko'zlarim beixtiyor eshikka qarardi. Keyingi kunlarda dugonamning uyiga borishim ham menga boshqacha tuyula boshladi. Avvallari faqat dugonam bilan o'tirib gaplashish, kulishish uchun borgandim, endi esa yuragimda galati bir his uyg'onardi. Har safar darvoza ochilganda ichimda titroq uyg'onib, ko'zlarim dugonamning otasini izlab ketardi. Xayrulla aka odatda hovlida ko'p ishlardi. Qo'llari kuchli, gavdasi salmoqli, har bir harakati ko'nglimda qiziq bir sezgi uyg'otar edi. Men esa u odamning ko'zlariga tik qarashga ham botinolmasdim. Go'yo u nigohlarimni sezib qo'yadigandek, ko'nglimni ochib tashlaydigandek tuyulardi. Bir kuni dugonam ovqat tayyorlash uchun oshxonaga kirib ketdi, men esa hovlida o'tirib qoldim. Xayrulla aka qo'liga ketmon olib, hovuz yonidagi gullarni orab chiqardi. So'ngra ketmonni qo'yib yonimga keldi. "Nega yolg'iz o'tirib qolding?" dedi u sekin ovozda. Men jilmayib yelkamni qisdim. Dugonam ovqat qilayapti, shuning uchun. U menga qarab jilmayib bosh irgadi. Keyin yonimga o'tirib, qo'lini tizzasiga qo'ydi. Men qo'rquv bilan hayajon aralash unga qaradim. Uning qo'llari juda katta, gavdasi esa yonimda o'tirganda butun borligimni to'sib qo'ygandek edi. Shu payt u sekinlik bilan qo'limni ushlab qo'ydi. Yuragim duf urib ketdi. Qochib qutulishni ham, o'sha issiqlikni yana his qilishni ham xohlardim. "Qo'rqma", dedi u past ovozda. "Men faqat seni yaxshi ko'rib gapiryapman." Uning ovozida bir qat'iyat, bir ishonch bor edi. Men esa jim qoldim. Ko'zim yerda, yuragim esa tomirimdan chiqib ketgudek ura boshladi. U qo'limni qo'yib yubormadi, balki yanada mahkam ushlab, sochlarimni yana asta siladi. "Juda chiroyli bo'libsan", dedi u, "ko'zingda bir nur bor, ko'rgan odam befarq qola olmaydi." Men yuzimni yashirishga urindim, lekin u qo'limdan tutganicha qo'yib yubormadi. Shu lahzada dugonamning qadam tovushlari eshitildi. U darhol qo'lini tortib oldi. Men o'rnimdan sakrab turib ichkariga kirdim. Dugonam esa hech narsani sezmagandek, odatdagidek kulib gapira boshladi. Lekin men yuragimdagi boronni yashira olmadim. O'sha kechasi uyga qaytgach, yotoqda anchagacha uxlay olmadim.
Quloqlarimda hamon uning past ovozi jaranglar, qo'limda esa issiq qo'lining izi qolar edi. Nega men shunday his qildim? Nega u odamning har bir qarashi, har bir so'zi yuragimni larzaga keltirdi, degan savollar ko'nglimni bezovta qilar edi. Keyingi safar yana ularning uyiga bordim. Dugonam menga, otam seni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, shuning uchun ko'p gaplashadi, deb qoldi. Men esa jilmayib qo'ydim. Aslida esa yuragimda boshqa tuyg'ular uyg'onayotganini u qayoqdan bilsin? Xayrulla aka har safar menga yaqinlashsa, yuragim titrar, ko'zlarimni yashirib qolar edim. U esa borgan sari meni sinchiklab ko'proq kuzata boshladi. Har bir ko'rishuvimizda sochlarimni silashni, qo'limni ushlashni kanda qilmasdi. Men qarshilik qila olmasdim, faqat ichimda o'zimni ayblab, yana ham ko'proq uni kutadigan bo'lib qoldim. Dugonamning uyiga qadam qo'ysam, ichimda yashirin titroq uyg'onar, go'yo qalbim meni o'sha uyga bog'lab qo'ygandek bo'lardi. Ularni hovlisidagi daraxtlar, guldor yo'laklar, issiq hidi taralib turadigan tandir yonidagi joylar endi men uchun oddiy emas, balki yuragimni chulgagan sirli manzaraga aylangan edi. Xayrulla aka meni ko'rganida ko'zlari bir zum jilvalanib ketar, lekin darrov o'zini qo'lga olar, salmoqli ohangda gapirar edi. Men esa bu ko'zlardan ko'zimni olib qochishga urinardim, ammo baribir yuragimni yashira olmasdim. Bir kuni dugonam, men magazinga chiqib kelaman, deb chiqib ketdi. Men hovlida kitob o'qib o'tirar edim. Havo salqin, daraxtlar shitirlar, osmon tiniq edi. Shu payt ortimdan qadam tovushlari eshitildi. Qadam tovushlari tanish, yuragimni larzaga soladigan tovushlar edi. Xayrulla aka sekin yonimga keldi. Qo'lida choynak, kosalar bor edi. U choynakni stolga qo'yib, qarshimga o'tirdi. "Kitob o'qiyapsanmi?" dedi u sokin ohangda. Men jilmayib bosh irgadim. Ha, dugonam keltirgan kitob edi. U menga qarab sukut qildi. Ko'zlarida so'zlardan kuchliroq tuyg'u porlardi. So'ng sekin qo'lini stol ustidan cho'zib, qo'limni ushladi. Bu gal qo'lini tortib olishga urinmadim. Yuragim qattiq ura boshladi, ammo bir tomondan o'zimni sokin tutishga harakat qildim. "Nega jim turasan?" dedi u. "Nima deyman?" dedim men past ovozda. "Qalbingni ayt", dedi u qattiqroq ohangda. "Men seni tushunyapman, sen ham meni tushun." So'zlarim tomogimda tiqilib qoldi. Yuragim hamma narsani aytib turgandek edi, lekin tilim buni ifoda etishga ojiz edi. U qo'limni yanada mahkamroq ushlab ko'zlarimga qaradi. Shu lahza olam to'xtagandek bo'ldi. "Sen juda go'zalsan", dedi u, "seni ko'rganda ko'nglim tinchiydi." Men yuzimni yashirishga urinib, boshimni egdim. U esa qo'lini ko'tarib, sochimni asta siladi. Sochim orasidan barmoqlari o'tganida butun vujudimdan mayin bir titroq o'tdi. Men qarshilik ko'rsatmadim, faqat ko'zlarimni yumdim. Shu payt darvoza taraqlab ochildi. Dugonam qaytib kelayotgan edi. Xayrulla aka qo'lini tortib olib, o'rnidan turdi. Men esa tezda kitobni yopib, o'zimni go'yoki hech narsa bo'lmagandek tutdim. Ammo ichimda bo'ron avj oldi. Endi nima bo'ladi? Men o'zimni qayerga yashiraman? Bu hislarni qanday yashiraman, degan savollar tinchlik bermasdi. Keyingi kunlarda u meni yanada ko'proq kuzata boshladi. Har safar ko'zlarimiz to'qnashganda yuragim hapriqib ketardi. U ko'pincha hovlida ishlayotganda ataylab yonimga kelib qolardi. Ba'zan gap ochib, ba'zan esa shunchaki jim qarab turar edi. Bir kuni men dugonam bilan ularning uyida qolib ketdim. Kechqurun hammamiz dasturxon atrofida o'tirdik. Xayrulla aka menga qarab, har gal kosani uzatayotganda qo'limga sekin tegib o'tar, men esa qizarib ketardim. Dugonam esa hech narsani sezmasdi. O'sha tun yotoqda dugonam tez uxlab qoldi. Men esa ko'zimni yumolmay shiftga qarab yotdim. Quloqlarimda uning ovozi, ko'z o'ngimda uning nigohi aylanardi. Yuragimda esa taqiqlangan tuyg'u, ammo cheksiz kuchli bir istak alangalanib borardi.